Arabachini bersan. Omad. Uylarni remont qiladigan boladan soch keldi. Tegasizmi? Yo'q, hech qachon. Voy, kimlarga tegasiz? Biznesmen, tadbirkor, krasavchi bolalarga tegishi kerak. Krasavchi bo'l. Maliyatchi bolalarni ustidan kraskani hidi kelib yuradi-yu. Kichik ovsinimiz tishli tirnoqligini ekan, ha? Shunaqa tish o'tkirdan bo'lsin degandim. Tavba qilimni gapiring, normalniy soqqa topadiganlar hammasi malyarli bo'ladi. Yo'q, men bu fikrga qo'shilmayman. Sizni malyarni o'zi kechirsin. Uy remont qiladigan boladan sovchi keldi, turmushga chiqarmiz? Chiqmas. Nimaga? Chunki hayotda yaxshi yashash xohlayman, boqish kerak meni. Rasxodlarim qoplash kerak, oila bor. Necha pul topish kerak sizni bir oylik boqish uchun? 15-20 million. 20 million o'zi hayotingda ushlab ko'rganmisan? Uylarni remont Yo'q, men qalanqa sanalga tegmayman. qalanqasanmi? Bolani to'ylarda videoga olib beradigan bola ekanda, operator ekan, rasmga. Shunaqa bolaga tegaverasizmi? Yo'q, tegmasdim. Nega? Puli ko'p bo'ladi ularni. Yo'q, men qalanqa sanalga tegmayman. Qalanqasanmi? Mana hammasini kallasiga qatdan keldi-ki shu fikr, shu Hayotda birinchi o'rinda pulda muhim, to'g'rimi? Puling bo'lsa baxting bor. Video olib yuradigan operator, ya'ni to'ylarda xizmat qilib yuradigan boladan sovchi keldi, turmushga chiqqan bo'larmidingiz? Ay yo'q. Nimaga? Kelmaydi menga unaqa bolalar. To'g'ri kelmaydi? Yo'q, yoqmaydi. Lekin normalniy pul topsa kerak ular ham. Ay yo'q, meni tipim emas-da. Voy, biring qursin san. Nima deb so'ksam bo'ladi hozir? Qanaqa bola to'g'ri keladi siz tipingizga? Video bola to'yda videoga olib yuradigan ishda ishlaydi. Videochi. Shunaqa bolaga erga tegardingiz? Yo'q. Nimaga? Nima uchun? Hamma qizlarga qaraveradi, hamma qizlar sevib qolaveradi o'shancha. Uyaling Leyla opa. Uyaling. Men yo'laman. Kimlar o'zi to'g'ri keladi sizga? Menga o'qigan, takoy bo'ladi. Mahalla qirqiryapti. O'qiyman qirqiryapti. Yo'q, men qalanqa sanalga tegmayman. Qalanqasanmi? Bolani